Keling. 60 litrli propan qo'ydik. Xudo xolasa 700 dan 900 kilometrgacha yurarkan bitta zapravka bilan. Voy, vashshi maza qo'ryapman, bora. Mashi bolalar bor, mash ketishi bo'lsa, kelajakda Teslaga gaz qo'yib yuboradi ashlar. Gap yo'q. Zo'r, 2005-yil ekan. Hozirdan hunar bor, polni. Mana shu o'zi hammasini boshdan oxiriga o'zi qilib beradi. Propan sep beradi. Shuni hisobiga mashina siltamasdan yurishlari ham zo'r bo'ladi. Bu jicha tezligi, balandligi uchun, turbinasi borligi uchun обязательно trubka yasalish kerak. Endilik mana 65 talik qo'yildi propan. 1 sekundiga ochadi mana IG7 hisoblanadi. Buni padelkasi chiqmagan, faqat originali bo'ladi, xolos. Padelkasi Spartini deb shunday aytiladi. Satamiz akada aytib o'tganimizdek, любой mashinaga propan metan qilib berishaveradi. Yangilik, Rail kompaniya Italiyan injektori, yangi Cherry 6 Pro hisoblanadi. So'rab deganga bundan qo'yib beramiz. Masalan, ham hozir sotaverasiz, so'rasiz. Ha, ustalarga ham sotamiz, masalan. Shunaqa 2 yil garantiyasi bor bulardan, originallarini. Ha, mana propanni ustunovka qildik. 100 minglik quyapmiz boshiga. 60 litrli. Yaxshi. Yaxshi, endi yaxshi. Xullas, bular mos keladigan programmani o'zi joylab berishar ekan. Zo'r. Hoppa. Propanda birinchi sayohat. Yaxshi, zo'r. 900 gacha yuradi, xudo xolasa endi. Bitta zapravka bilan 100 minglik propan qo'ydik, 300 kilometr yurasiz deyapti. Kecha kuni qorong'i bo'lib ketdi, video oxirigacha yetmay qoldi. Ustanovkani tayyor qilib berishgan. Pashta 100 kilometrcha yurdim kecha kechqurundan beri hozirgacha. Siltish yo'q yo'llarda, skor almashganda. Hurmatli do'stlar, men bugun Andijonga kelganman. Andijon shahar, O'zbekiston ko'cha. Bunda yursa xullas aeroportga chiqib ketadi. Bag'ini nima deyishdi? Nima? Piyospaya. Piyospaya degan joy. Xullas Shaffof avto servis rasmiy diler Oybek aka bor. Bu akamiz любой mashinaga metanmi, propanmi o'rnatib berishadi. Любой mashinaga, yuradigan mashina bo'lsa bo'ldi, elektromobildan tashqari. Men uchun ham o'rnatib yuborishadi. Hozir 9 gacha bitadi deyishdi, yo'q, tezlashib ketdi. Shu 6:30 bo'lyapti, biz ish bitdi, xudo xolasa. Keling. 60 litrli propan qo'ydik. Xudo xolasa 700 dan 900 kilometrgacha yurarkan bitta zapravka bilan. Voy, vashshi maza qo'ryapman, bora. Kelavering. Tracker 2 1 litr GTI motor. Shu ukalarimiz, assalomu alaykum. Oybek aka, tuzimsiz. Rahmat. Tinchmisiz aka? Zo'r. Qani baydagi 2005-yil bola? Qarbiyaqki yana, kichkintoyimiz mana. Mashi bolalar bor, mash ketishi bo'lsa, kelajakda Teslaga gaz qo'yib yuboradi ashlar. Gap yo'q. Zo'r, 2005-yil ekan. Hozirdan hunar bor, polni. Mana shu o'zi hammasini boshdan oxiriga o'zi qilib berdi. Gap yo'q. Zo'r. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Shogird bu ham. Xo'p, bu GTI motor 1.1 turbo hisoblanadi. Bunga har doimgidek injektor 48 ga to'p qo'yiladi, uch porshonga ulanadi. Mana injektorlari, injektorlari mana Dakota 1 sekundiga ochadi. Italyanskiy shinankalari bilan mana map sensori, filtri mana qo'shimcha, mana polni akkuratlik qilib qo'yilgan italyanskiy Rail kompaniyaniki 230 barlik. Polni ham yo'q, o'ta akkuratlik qilib mana nimalariga ulangan. Simlari ham mana polni hammasi injektori va isparitlarga hammasi akkuratlik qilib qilingan. Xudo xolasa hozir tez drive qilamiz inshaalloh, xudo xolasa sifatli qilib polni ham yo'g'ini ko'plik qilib qo'yib beramiz. Garantiyalari bor. Xo'p, любой mashinaga, любой avtomobillarga metan hamda propan uстановka qiladigan servisi bor. Bu servisda men juda ko'pini ko'rib chiqdim. Hozir o'zim mashinam Tracker 2 turbo bo'lganligi uchun juda ko'pini ko'rib chiqdimda, mana shu Oybek akani tanladim. Sababi Oybek akaning o'zining YouTube kanali ham bor, xizmat ko'rsatish va akada qilinayotgan ishlarni kuzatib bordimda eng ko'nglimga yoqqani mana shu aka bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka jimsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz aka. Rahmat akajon. Xo'p, aka bu Tracker Xitoydan kelgan GDI motor hisoblanadi. O'zi bir dokumentida birlik aytiladi, lekin motorni o'zi 1.1 hisoblanadi. MPI bor, O'zbekistondan chiqqan, bu GDI hisoblanadi. Bularga zapchast har doimgidek
Yevropa gazda 4+ injektor 48 ga 3 degan nima оборудованиemiz bor, shundan tushadi. Hozir mana ispolitlar necha har bittasi mana 3 portion bo'ladi. 3 tada. Ha, 3 portionga отдельный trubka yasalanadi. Trubka yasalanib shu yerga qo'yiladi. Portionga propan sepib beradi. Shuni hisobiga mashina siltamasdan yurishlari ham zo'r bo'ladi. Bu jicha tezligi, balandligi uchun, turbinasi borligi uchun обязательно trubka yasalish kerak. Xo'p, reduktorimiz 220 bar. Sababi o'ta katta reduktor. Bular GDIga yetkazib berilishi uchun italyanskiy reduktor qo'yiladi. Har doimgidek magnet klapan filtr qo'yiladi. Qo'shimcha yana miyalar, filtrlar, yana qo'shimcha zapchaslari bor. Qanaqa filtrlar bor? Turetskiy qo'yiladi. Nechta filtr qo'yiladi? Общий 3 ta filtr bo'ladi reduktori bilan. Mana bu injektor mana E8 Dakota 1 sekundiga ochadi mana. IG7 hisoblanadi. Buni padelkasi chiqmagan, faqat originali bo'ladi, xolos. Padelkasi Spartini deb shunday aytiladi. 1 sekundiga ochadi. Xo'p, keyingi bularga sasimasligi uchun propanda mana bunaqa italyanskiy mana Yevropa gaz mana tushirilgan. Yevropa gazniki mana o'ziniki. Buni Xitoy ham chiqqan, mana ichi plastmassa bo'ladi, usti quyma rezinoviy bo'ladi. Shundan qish sovuqda 50 gradus sovuqqacha chidab beraveradi. Qozog'iston, Polsha, Rossiyalarda shunaqa ustanovka bo'lganligi uchun o'zimiz bolalar ham Rossiyada ishlagan bolalar bor. Propan ustanovka qilishgan u yerda, shuning uchun shuni olib kelamiz. Qimmat bo'lsa ham sasimasligi uchun umuman chiqmaydi hozir. Yo'q, kafolat garantiyasini beramiz. Mana xudo xolisa o'zingiz ko'rasiz, buni ham ustanovkasini qilib, sinovlarni o'tkazib, o'zingizga mindiramiz. Yo'qsa, xudo xolisa keyin chiroyli bizga ham klient jo'natib turasiz, xudo xolisa. Xudo xolisa. Hurmatli do'stlar, bu hozir ustanovka bo'lyapti. Bitgandan keyin ham bitta ko'rsatamiz. Akada aytib o'tganimizdek, любой mashinaga propan, metan qilib berishaveradi. Bu xonada matchimiz bo'ldi, bu ham tayyor. Propan bo'ldi, metanmi? Bu metan bo'ldi unisi. Xo'p, bunga mana silindrli, mana 65 talik qo'yildi propan. Turkiyaniki, mana armaturlar ham Turkiyadan keladi. Shlankalar mana italyanskiy. Mana monolar o'ta akkuratli qilib qilingan. G'irchillab, rezinkalar bilan qo'yilgan. Katta bo'ladi, katta bo'ladi jentrasi. Bunga masalan arzon cho'ntaybob оборудование hisoblanadi bu. 4200 ga italyanskiy shlankalar bilan qilib berdik. Turetskiy mana reduktori, Digitronic miyasi mana. O'zbekistonda hamma usta ko'ra oladi buni. Usta tanlamaydi. Mana shlankalarni polni italyanskiy qilingan, injektori mana realdiki, filtrlari. Polni hamma yo'g'ini akkuratli qilganmiz. Mana yana magnet filtr, yana italyanskiy shlankalar mana. Old tomonda hech qanaqa gaz aylanmaydi. Xo'p, buni 4200 ming so'mga ustanovka qilib berdik. Mana kulchatirlar mana ko'rsatib turadi. Cho'ntagiga qo'yganmiz. Birak bo'lib qolmaydi, hech qanaqa. Tushunarli. Xo'p, endi bitta savol. Bu bilan necha kilometr yuradi? 1,5 motor. Bu bilan 1,5 motor atmosferliklar, xudo xolasa 600 atrof yurib beradi. 607 Danliga 700 ga yuryapti. Shahar ichi 600 bemalol yuraveradi. Zo'r. Aysiz qiziqda ko'pchilik qancha yuradi? Kilometr ko'proq. 4,2 ming ga. Bu 4,2 ming so'mlik aka. Xo'p. Keyingi mana motorlarga qancha bo'ladi endi? GDI'lar bu GDI o'zi bu Xitoy motorligi uchun 600 bilan 700 atrof yuradi 48 talik bilan. Sababi bu 3 portion 5 litr, 6 litr rasvod qiladi. Xitoy GDI motorligi uchun. O'zbek motorlar unaqa emas, 10 ta rasvod qiladi. Ular 400 bilan 500 atrof yuryapti hozirgi kunda. Qanchaga chiqadi? Bu $900 ustanovkasi. Xuddi mana shu Equinox'ga ham, Malibu 2 Equinox, Malibu 2 hammasiga mana shundan tushadi. Hozir yangi chiqayotgan 1.6 Xitoy motorlarga ham shundan chiqadi. Tushunarli. Bu keyingi jentrami GDI bo'lsa bo'ldi. Bunga xudo xolasa 48 talik qo'yamiz. Bunaqa zapaskasini o'rniga, klient xohishiga qarab 48 talik qo'yamiz. Bunga 65 talik ham tushadi. Narx qanaqa? 48 talik qanchaga tushadi? Puli summasi bir xil. 65 talik bilan 48 talik summasi bir xil. 4,2 ming. Jentralarga. Yo'q, bu qimmat varianti. Hozir buni ham zapchasini hozir ko'rsatamiz oldiga o'tib. Xo'p, hurmatli mijozlar, mana bunga Yevropa gazi mana Basico 24/4 Polsha elektron miyasi. Xo'p, Alyaska italyanskiy reduktor hisoblanadi, 180 bar. O'ta kuchli nimasi,
обороты, mana italyanskiy shlankalar bilan o'ta akkuratli qilib qo'yilgan. Mana yangilik, Rail kompaniya Italiyan injektori yangi rangida chiqardi. Mana ponni nimalari ham originalligini bilintirib turadi. Hech qanaqa poddelka qilish olmaydi buni. Mana shlankalari, map sensori, yana главный filtr. Bundan общий 3 ta filtr bo'ladi. Hech qanaqa oldiga uстановка bo'lmaydi, безопасный. Sasimasligi ham kafolati bilan buni 4.900 ming so'mga uстановка qilib berdik. Xudo xolasa. Balonni farqi yo'q ekan. Balonni farqi yo'q. 65 desa 65, 48 talik desa 48 talik. Ichkanni yasadingizmi, yasamadingizmi Muhammad Yusuf? Mana buni ko'rsatib beramiz. Buni kulchatiri bu yerga qo'yiladi. Raydan benzinga, propanga olaveradi. Ha, o'zi olaveradi. Tushunarli. Bu 4 million 900 ming so'mlik оборудованиemiz. 4 million 900. Ha. Tushunarli. Xo'p, keyingi mashinamiz Cherry Arizo. Hozir bunga ham propan Cherry 6 Pro hisoblanadi. Oldin ochib qo'ying aka. Hozir o'rnatilganimi bu? Bu uстановка bo'lib, mana egasi sinovdan o'tkazib, ligirovka qilib kelishdi. Toshkentdan keldilar. Ha, Toshkentdan keldi akamiz. Aka qalay ekan? Zo'rmi? Gap yo'q dedilar. Xo'p, mana bunga MPI motor hisoblanadi. Mana bunga EVNC 32 ga 4 qo'yiladi. Bu benzin nasoslarini polniy avtomatik o'zi o'chiradi. Bularda shunaqa. Xo'p, injektorimiz IG7 Y8 mana 1 sekundiga ochadigan sportli injektor. Mana oq shlankalari bilan qilib berganmiz. Xo'p, mana polniy italyanskiy shlanka qo'yilgan. Reduktorimiz mana turetskiy qo'yilgan. Mana italyanskiy shlanka yana, filtr yana qo'shimcha. Polniy mana akkuratli qilib old tomoni uстановка bo'lgan. MPI bu 100% propanga yuradi. 100% propanga yuradi. Kulchartini mana bu yerga qo'yilgan. O, o'ta go'zal. Zo'r. Xo'p, orqa tomoniga kelsak, orqa tomonda mana 65 talik uстановка qilib berdik. Bunga ham turetskiy mana armaturasi, kirdi chiqdisi bo'ladi. 6lik и 8lik. Poni italyanskiy qo'yaveradi. O'z zapravka qilsa ham bo'ladi. Damashnik balondan zapravka qilsa ham bo'ladi. Mana ponni akkuratli qilib, g'ijinlamaydigan qilib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib berdik, xudo xolasa. Qaranglar, 2-3 qavatdan chiroq chotka qilib qo'yishgan. Uголnikda ham shu gradusi точно zo'r turibdi hamda qaragan o'zi bilinadi. Mana qirrasi chiqacha bunga tegib qolmasligi Tegmaslik kerak. Sababi qirrasi baribir 50 kilo 60 kilo bo'ladi bu atrofi. Baribir qirchib nima qilib qo'yadi. Metal bo'lganligi uchun qirrali narsa. Bu 1,5 litr bu. Bu 1.5 turbo hisoblanadi MPI. Qancha yurish kutilmoqda? Greta 600 atrofi. 65 talik bilan 600 atrofi yuryapti. Bu 7-mashinamiz. Ha, o'sha bunga qilib bo'lgan. Ha, bu 7-mashinamiz, xudo xolasa. Endi hozir bu O'zbekiston ko'chada, O'zbekiston ko'chada bu yoqdan hokimiyat tomonidan kelish, bu tomon Toshkent Pitaydan kelish. Piyosbek Toshkent Pitaydan kelganda 108-uy shaffof rasmiy diler, Yevropa gaz va shaffof. Shaffof rasmiy diler. Rasmiy dilerimiz. Hop, bu yer Joker zapchastlarni turidan bor do'stlar. Hop, ketdi mana zapchastlar. Bir boshdan tanishtiramiz. Sen narxi masalasida o'zaro gapingizni bo'ldim. Narx masalasida men do'stlar har xilidan ko'rdim. Misol uchun $600 qilib beraman dedi, $700 qilib beraman dedi. Bu aka aytdim $900 dedilar-da. Juda ko'p afzallik taraflarini aytib o'tdilar. Programma qilib beraman. Bitta men biladigan siri bor GTI'larda, aynan GTI motorlarda bitta men biladigan siri bor. O'sha siltamasdan cho'tka yuradi. Garantiyasini qancha deyapsiz? Garantiyasi 1 yildan 2 yilgacha garantiyasi bor. Hozir yangi chiqayotgan GM mashinalariga qo'shimcha 3 yillik GM'ni o'zini kafolatlari bilan qilib beryapmiz. Ha, o'ziniki. Ha, shartnomamiz bor. Shuni hisobiga GM garantiyalari bilan 3 yillik qilib beryapmiz hozir. Hozirgi kunda. Mana 1 yilgacha, 2 yildan 1 yilgacha dedilar. Men hozir bugungi gapda aka. Ha, bugun gap. Telefonda men hozir gaplashdim ertalab, qancha qilib berasizlar deb boshqasini $800 dedi. Aytsam 10.000 kilometr deyapti. 10.000 kilometrda aka men 2 oy ko'p. Yo'q, 10.000 ha. Biz 10.000 kilometr emas, aka, 50.000 kilometrdan 60.000 kilometrgacha garantiya beramiz. Masalan, balkim 1 yilda yurar, balkim 2 yilda yurar. Biz umumiy hisobda, masalan, 2 yil uzag'i. Sababi miya, mana masalan elektron miyalari bo'lsa deylik, mana elektron miyasi mana shu suv kirib ketmasa ichiga 3 yil 4 yilgacha yuraveradi. 3 yil 4 yilgacha. Moshina motorim yuvib ber deydi. Suv borsa, urdurmash kerak. Masalan, 4-pokoleniya bo'lib ham qo'ydirganda umuman suv urdilmash kerak motorga. Simini ochib ulanadi har bitta mashinada.
Shuning uchun iloji boricha umuman nima qilmas kerak, suv bilan urmash kerak. Gaz o'z uстановка bo'lgandan keyin. Buni assortimentlari, masalan, mana GDI motor. GDI motorga injektor 48 ga 4. 4 porshinli bo'lsa, 3 porshinli bo'lsa shundan qo'yiladi. Mashina 8 porshinligi bor, 6 porshinligi bor. Ularda ham hamma mashinaga O'zbekistonniki bo'ladimi, Dinamarka bo'ladimi, hamma mashinaga zapchasimiz bor, tayyor. Liboyga. Hammasiga. Hop, mana shu yerda men yana bitta narsaga oydinlik kiritib ketdim, chunki ancha qiynaldim o'zim tushunganim. GTI degani hamma Xitoy mashinalari motori GTI chiqadimi? Yo'q. Mercedeslarda bor, BMWda bor GDI motor. Xitoyda hozir 50% mashinasida GDI, 50% mashinasida MPI. Arzon mashinalari MPI hisoblanadi. Qimmat mashinalari asosan 400 millionning tepasidagi mashinalar, hozirgi kunda 400 millionning tepasidagi mashinalar GDI motor hisoblanadi. G-Tower, Dashing, Pashing, o'shalar GTI. Mana G-Tower X70 Plus 1.6 motor hisoblanadi. Shular GDI motor. 2ligi bor, X90i bor, X95i bor, 2 turbosi bor. Cherry'larda mana 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro Max degani bor aka. 2li turbo ular ham. Ular ham GDI motor hisoblanadi. Ha, tushunarli. Bundan keyin mana hozir yangi chiqqan 5 tun degani chiqqan hozir. Hozir ko'p 5 tunlarda gaz qo'yishyapti ekan, yurgizib bera olmayapti ekan, miyasini uxlatib qo'yapti ekan. Shularga masalan kim masalan inomarka mashinaga ustalarga mana ustalar ham ko'rsa kerak, zakaz olsa, MPI shu GDI motordan qiynalayotgan bo'lsa, nomerlar qoldiramiz. Telefon qilinglar. Polniy zapchasi bilan ta'minlab, hamma yo'g'ini chiroyli uстановка qilib beramiz va o'rgatamiz ham. Buchini ham qilamiz. Ha, polniy o'rgatib, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar zapchaslarni jo'natamiz. Biz aytgandek qilib ulaydi, hamma yo'g'ini programmalarni tashlab beramiz, dokumentigacha hamma yo'g'ini gatov qilib beramiz. Просто klient ranjib qolmaydi birinchidan, ikkinchidan haligi qo'ydirganiga pushaymon yemaydi. Usta ham puliga ham kuymaydi-da masalan. Motorda ham usta baribir mehnat qiladi, lekin qo'ygandan keyin eplolmasa klient ranjiydi. Qo'yib bera olmading deb klient keyin sarson bo'lishni boshlaydi. Albatta. Bu narsa juda ko'p bo'lgan. Oybek aka o'zir gapingizni bo'ldim. Xullas, qaydadir $100 arzon etadi, $200 arzon etadi, lekin $100, $200 ga tavakkal qilishga arzimaydi. Seriyoz, birinchidan vaqtingiz ketadi, asab buziladi, mashina motor yeb qo'yishi mumkin, miyasi ketib qolishi mumkin. O'shanga tavakkal qilmay, ustasidan bir maslahat olinglar. Mana hozir polniy nimalarini hozir mana reduktor tomonlama tushuntirib boraman. Propandika bu. Bular propandiki. Xullas, Liboy mashinaga qo'yib berasiz, propanda ham, metanda ham. Aha. GTI ga ham metan qo'ysa bo'ladimi? GDI ga ham metan qo'ysa bo'ladi, GDI ga. Qanchaga qo'ya berasiz uni? Xo'p, GDIlar metani $100, $200 atrofida ranjsa qiladi. Har bitta propan summasiga qaraganda $200 dan ranjsa qiladi. Lekin mana Alaska reduktor, italyaniki mana. Italyanski 180 bar. Xo'p, mana bu 380 bar hisoblanadi. Bu 3li motorni tepasidagi motorlarga 6.3 motorgacha ko'taradi. 6.3 motor. Taxo'ga ham tushaveradi. Taxo'ga ham mashinadan qo'yganmiz. Xo'p, mana nechigacha ko'taradi, nechi bar? bu 180 bar. 180 bar. 2 litr turboni ham ko'taradimi bu? 2 litrdan ko'taradi bemalol. 2 li turbogacha bu. 2 likgacha. Ha, 3li motorlarni ko'tarmaydi. Xo'p, mana bu Polshani Yevropa gazi o'ziniki mana. Premo hisoblanadi. Bularda xo'p, bular 180 barlik. Bemalol 2 turbo, 1.8 trekker, 1.2 trekkerlar hammasiga tushaveradi. Bu Polshadan keladi. Menga qaysidan qo'yilyapti? Hozir sizga adashmasam nimadan italyanskisi bor, mana uni kichigidan qo'yib beryapmiz. Ha, yomonidan. Ha, 220 barlik, uni videosida 220 bar menda. 220 bar. Uni bari kuchliroq monolarga qaraganda. Bar napormi? Ha, davlenasi. Kuchi, ot kuchida, masalan, ot kuchi balanti, masalan, bu GDI motorligi uchun undan qo'yiladi. Agar MPI motor bo'lganda, turetskiy ko'rsatdim. O'shandan qo'ysa ham ko'taraveradi. Ana Xitoy qo'yib beryapti, hozir ko'pchilikniki. Xitoy mana Xitoy varianti mana. U arzon bo'ladi. Mana Xitoy varianti mana bunaqa bo'ladi. Mana padnimalar nima bo'ladi? Nakilar hech qanaqa plombalar bo'lmaydi. Xitoy manaqa bo'ladi. Sasida bir oyda chiqarib tashlaveriladi. Bari ham past. Ha, 130 bar bo'ladi. Ha, yetkazolmaydi, mashina yetkazolmaydi. Ha.
Tushunarli aka. Xo'p, endi masalan ko'p nimalar hozir elektromiya bo'yicha nima qilamiz? Tushuntiramiz. Bu qo'ydim, ichini qo'llashamiz. Stage. Musiqa. Xullas, gap to'g'ri, zapchasti ham, lekin ustaga ham bog'liq do'stlar. Ustiga ham bog'liq. O'sha- Masalan, arzon zapchastni ham yaxshi qilib ustanovka qilib bera olamiz. Hech qanaqali bu yomon narsa deb nima sotmaymiz bu narsalarni. Tushunarli. Men rosa mana 3 oy 4 oydan beri mana shu akani kanallari bor, kichkinagina kanallari bor. Aha. Ko'p ko'rib o'tiraman-da. Mana shu har xil ustalar bilan gaplashdim, mana shu akani ishi ham yoqdi, muomalasi ham yoqdi. O'shanga shu akaga keldim. Rosa qidirdim aka, to'g'risida. Inshaalloh. Aka, xudo xolisa qo'ldan kelgancha mana o'zingiz mashinangizga qo'yib beryapmiz. O'zingizga yoqsa, klientlarga bemalol tavsiya qila olasiz. Uzr. Aha. 20 kunda xudo xolisa men o'zim yurib ko'rib qanaqaligini sizlarga aytib bitta alohida video qilaman, xudo xolisa. Xo'p, akalar, mana shu miyani hamma aytdim, Taxoy 8 porshundan boshlab GDI motorlardiki bu. Mana injektor 48 ga 6si bor, 48 ga 4i bor, 48 ga 3i bor, 48 ga 8i bor. GDI motorlardiki bu injektor. Xo'p, MPI motorga deganga, masalan, ot kuchi baland, mana Evans 48 ga 6, 48 ga 4i bo'ladi, 48 ga 6si, 48 ga 8i bo'ladi buni ham. Bu MPI motor. Oddiy atmosferli motorlardiki. Mana bu Basico 24 ga 4 bo'ladi, 24 ta pinnigi bo'ladi. Polni 100% gazda yurgizib beradi. Hech qanaqa benzin rasxod qilmaydi. Bu Polshadan keladi. Hech qanaqa checkback yonib, avariyni rejimga tushirib qo'ymaydi. Ashibkasiz yuradi. Sababi hamma nimalarini, garantiyalarini yozib beramiz. Miyasiga mana bo'ladi. Yevropa gazda 2 yil garantiyasi bor miyasiga, bemalol. Xo'p, Stack firmaniki mana. Bu GTI'da ham 100% yuradigan qilsa bo'ladimi? MPI'da. MPI'da qilamiz. Ha, MPI'da 100% qilamiz. GDI'da 90% propan, 90% metan, 10% benzin qila olamiz xolos. Qilmasa bo'lmasa ekan-da. Iloji yo'q. Sababi Porsche'ni pastidan gaz bilan benzinni sochadi. Shuni hisobiga. Ha, mana hozirgi kunda mana Stack GoFast 200 deyiladi. Mana Porsche'niki haqiqiy original. Bu ham yaxshi. Bemalol klientlar masalan qo'yib bersak zo'r yuraveradi. Lekin bularda bitta nimaki 3 oyda bir, 6 oyda bir обновление qilib turish kerak. Mana ular 1 yilda kelsa, bulardiki 6 oyda keladi. Lekin kelsa besplatniy обновление qilib beramiz. Ustanovka qilib bersak, garantiya kafolatlarini yozib beramiz. Tushunarli. Xo'p, endi nimasiga aytsak? Xo'p, Digitronic Xitoy nihoyatda zo'r ishlaydi. Hamma usta ko'radi. Yosh usta yo'q, qari usta yo'q, hamma ko'raveradi buni. Mana originali bu ham Digitronic. Xitoydagi, bu Italiyadagi emas. O'zi birinchi Italiyadan chiqqan bu Digitronic. Originali kelmay qo'ygan. Hozirgi kunda ko'proq mana shu Xitoy ishlab chiqarib berayotganligi uchun birak chiqib qolmaydi. Bunga ham kafolatimiz bor 1 yil. Tushunarli. 100% MPI motorga tushadi. GDI'larga tushmaydi faqat. Mana bunisi Stack 300. Bu 6 taligi. Birinchi chiqqan Captiva 6 3.2 motorlarga qo'ysa bo'ladi buni. Epikalarga qo'ysa bo'ladi. 6 porshili mashinalik, MPI, GDI emas, oddiy MPI mashinalarga qo'ysa bo'ladi. Arzon, hali qulay cho'ntaybob. Hali arzonroq varianti xizmat qilaveradi deganga bundan qo'yib beramiz. Masalan, ham hozir sotaverasiz, so'rasiz. Ha, ustalarga ham sotamiz. Masalan, bu magazinda bekarga nima qilmaganmiz, ponni hamma yo'g'ini bugun ko'p ustanovka qilganimiz uchun yengillab qoldi. Ustanovkamiz bugun xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Ha, xudo xolasa bunga ham garantiya bor. Masalan, bunga 6 oy garantiya bersak, mo'laga 1 yil, mo'laga 2 yil. Reduktorlarimiz ham xuddi shunaqa 2 yil garantiyasi bor bularda, originallarini. Oddiy 3-pokoleniya, 4-pokoleniyalar bor, ularga 1 yil garantiya beramiz. Tushunarli. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sifatli qilib, bizda qulaylik tomon birinchi o'chirtda sifat, ikkinchi o'chirtda garantiyasi, uchinchi o'chirtda GM'da yangi mashinalar olib chiqqanlarga uchun 3 yil GM'da garantiyasi bor. 3 yil GM'da garantiyasi bor. Balonlarimiz propanniki 10 yil, metanniki 15 yil. Garantiyasi. Xudo xolasa tan jonimiz sog' bo'lsa, inshaalloh sifatli qilib zo'r qilib qo'yib beramiz.
keyin Toshkentda O'zbekiston Toshkentda Muxtor Ashrafiyda Jem avtosalonining ichida ham servisimiz bor. U yerdan xudo xolasa Toshkentga akamiz chiqqanda uni ham bir obzorini chiqaramiz xudo xolasa. Keyin boshqa viloyatlarda ham bor filiallarimiz. Qayerdan bo'lsanglar Nukusga davr nimamiz bor. Polni tovar bilan ta'minlab, ustanovkalarni qilib berib, mana bizda qanaqa garantiya bo'lsa, boshqa viloyatdagi servislarimizda ham 12 ta viloyatda bor. Hammasidan topib beramiz xudo xolasa. Sifatli qilib, ustanovka qilib, garantiyalar bilan qilib beramiz. Xudo nasib qilsa. Xudo xolasa. Savollaringiz bo'lsa, bemalol aka. Endi hozir aka bular metan propan yo'q, hammasi propan. Metan propan qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Yo'q, metan propanni qizig'i yo'q miyaga. Asosan metan propanni farqi hozir mana ko'rsataman. Metan reduktorini ko'rsatmadim sizlarga. Reduktorda o'zgaradimi? Reduktor o'zgaradi. Hozirgi kunda aka eng metanda zo'r yurgizib berayotgan turbinayu oddiy atmosferalarga Action deyiladi. Mana reduktori. Turishi ham dahshatli bo'ladi. Mana bunisi italyaniki. Mana haqiqiy italyanskiy deganga, mana Rail kompaniyaniki. Mana gap yo'q. Xullas, mana shu bilan miya bir xil. Miya bir xil. Reduktorda datchik qo'yiladi ularda. Mana metandiki shundan qo'yiladi. Original bularda padelkalari ham bor. Padelkasiga nima qilib qo'ymaysizlar, mana bunaqa bo'ladi. Polni. Urilgan bo'ladi. Ha, mana shu plombalari polni. Rezinalari mana zashnilar bilan qilingan. Hamma yo'g'i. Hozir endi o'zimiz mashinani tayyor bo'lgandan keyin bitta bosib ko'ramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Taassurotlarni o'rtoqlashamiz. Bo'ldi, rahmat aka. Mashinaga qo'yilgan 65 litrli 60 litrli tabletka deymizmi, shunaqa balonimiz. Mana shuni cho'tka qilib qo'yishgan. Endi hozir 48 tali qo'ysak ham bo'lardi. Ustiga dagatkasi ham sig'ar ekan, lekin bunda dagat zapaska balon sig'maydi. Xullas ko'proq yurish uchun qo'yapman buni. Agar ko'p yurmayman desalaring 48 tali qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bu dalnida ko'p yurganim uchun yana kattaroq balon qo'yaman, kamroq zapravkaga to'xtash uchun. Mana shu Anjarlik akamiz ham assalomu alaykum. Aka, tuzumisiz? Zo'r aka ekanlar. Men 48 tali qo'yib turdim, 60 tali qo'y tegmaydi, mana shu aka aytdilar-ki. Sirazi 60 tali qo'ydim. O'zingiz 48 tali qo'ydirib ketuvdingiz, a? 48 ta qo'ydirib ketuvdi, 60 talik aylantirdi. Gap yo'q aka. Xullas, raznisasi 50-70 dollar atrofida ekan. Endi yurarsiz bir 600 kilometr. 700 ham, xudo xolasa. 700 ham, xudo xolasa. Bu O'zbekistonda chiqqani 1.2,5 litrligi. Xullas, zo'r. Mayda mashina ko'p edi, hozir sal kech bo'lib qolganiga, endi biznikini ham ustanovkasi почти bitib qoldi. Qalay bo'lyapti? Hamma ishni o'zing qilar ekansan-da. Молодец. Hozir ashibkalarni chekda o'chiriladi. Gazni qancha qolganini ko'rsatib turadigan, u svetini ham o'zgartirsa bo'lar ekan, yonib turganmi? Uni ham chiroyli qilib o'rnatib berishdi. Qayerda ko'rsatyapman men? Mana. Ishlar chiroyli, xohlagan joyga qo'yib berishar ekan. Yaxshi, ana balon daliniyani o'zgartirsa bo'ladimi? U ashibka taqa chiqib qolaveradi, o'shani ham. Faqat gazga aloqadorni qilib berasizlar-a? Bo'ldi. Akamiz ham ketyaptilar. Bo'pti aka? Gap yo'q. Bo'ldi. Ho, mana propanni ustanovka qildik. 100 minglik quyapmiz boshiga. 60 litrli. Hozir bosib ko'ramiz. U kompyuterda ko'rsatadimi qanday ketib turganini? Kompyuterda ko'rib turamizmi qanaqa ketayotganini? Bo'ldi. Kapotni nimaga ochib olganmiz o'zi? Tekshirilyapti. Xullas, oxirigacha ustanovka bitib, tezroq qilib bo'ldi deganlarcha xizmatda bo'lishadi. Xo'p, do'stlar. Propanni quydik. Har doim mashina benzinga zavod bo'lar ekanda, keyin gazga o'tib qolar ekan. Har doim. Agar men benzinda yurmoqchi bo'lsam, bosib o'chirib, keyin benzinda yurar ekanman. Xullas, metan 4-pokoleniya bilan bir xil ekan. Xo'p, Anjonni kurugi. Nima qilay, bir sinab ko'ramizmi endi tezligini, tortishini? Ya'ni
Taxometrni ertaroq qo'shadigan qilsa bo'lmaydimi? Ama benzindagidan shovqini pastroq. Ha, buni zo'r mana taxometr ham ko'tarilmayapti. Endi yaxshi. Hozir benzinni yetish turibdi mana shu turishida. 80 ga 20. Boya sal qaltiroq bor edi gazda. Hozir yo'q. Oldimmi? Yo'q, boya. Birinchi yurdim-ku propanda. Pedal ham zirr dedi-da, yengildi, pedalga ham berdi. Yaxshi, endi yaxshi bo'ldi. Voy, yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi, endi yaxshi. Xullas, bular mos keladigan programmani o'zi joylab berishar ekan. Zo'r. Endi kechqurun Atenani qilganim yo'q. Mos kelmaydi, lekin tortadi. Tortadi. 100 minglik propan bilan 300 kilometr yurasiz deyishyapti hozir. Bu zo'r. 300 yursa вообще tiniq. Bunga mumkin ekan baydana. Anjonni sayr qilyapmiz kechasi xullas. Hoppa. Propanda birinchi sayohat. Yaxshi, zo'r. 900 gacha yuradi, xudo xolisa endi. Bitta zapravka bilan 100 minglik propan qo'ydik, 300 kilometr yurasiz deyishyapti. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, kecha kuni qorong'i bo'lib ketdi, video oxirigacha yetmay qoldi. Ustanovkani tayyor qilib berishgan. Pashta 100 kilometrcha yurdim kecha kechqurundan beri hozirgacha. Siltish yo'q yo'llarda, skor almashganda 2 dan 3 ga 4 dan 5 ga o'tganda siltishlari yo'q, zo'r. Mashina o'ta yumshoq yuryapti. Xuddalik qizdirib, mashinani rosa qizdirib yurganingizda yuradi-yu, xuddi shunaqa yuryapti. Endi uni nimaga qo'yib bitta bosib ko'ramiz. Uyaltirmaydi, yaxshi mana. Benzindan yaxshiroq yuribdi. Men 92 da yurdim, juda ko'p. 95 ham rasvo chiqaverdi ko'p quyganimda. 92 bilan 95 ni farqini sezmadim, lekin men quyayotgan zapravkadagi 92 juda zo'r edi. O'shanga 92 da yurdim. Xullas, propan yaxshiroq ekan. Ertaroq qo'ysam bo'lar ekan debman. Juda zo'r. Juda zo'r. Razgonga, abgonga chiqqanda ham uyaltirib qo'ymaydigan darajada yaxshi. Gradslari ham joyida. Men постоянно gradsiga qarab yuraman, chunki Xitoy trekkerlarda GTI'da shu 108 da ventilyator ishlar ekanda, 100 dan o'tib 104, 105 qilib ishlaydi bunda. Shunga doim bunga qarab turaman. Hop. Yana nima? Ha, bitta aligisi bor, shu xalastoyda, neytralda, parkovkada mashina yoniq turganda taxometr o'ynayapti hozir menda. O svechangizdan deyishdi. Svechani almashtirsam yaxshi bo'lib ketar ekan, hali almashtirganim yo'q. Bugun yakshanba, hammasi dam olayotgan elektriklarimiz. Xullas zo'r. Yana bitta mana hozir ko'ramiz. Qiynaganim yo'q mashinani, umuman qiynaganim yo'q, yengil. Juda zo'r. Yaxshi. Xullas qisa arziydigan narsa ekan. Endi O'zbekistonda chiqib turgan MPI trekkerlarga qo'yib berish, 1.25 ga qo'yib berish 5,5 million, buniki 10 million oshiq. Ya'ni $900. O'shani hisobini ham olasizlar. O'zbekistonniki qo'yish arzon ekan. Lekin bunda GTI baquvvatroq bo'lar ekan, 1 litr 140 ta ot kuchida. O'zimiznikida nechta ot kuchi bilmayman. Buni baquvvatroq motor deyishdik. Kam xarj. Ko'p rasvot qilmaydi. Bitta bilan 900 yurasan deyishyapti. O'zbekistonniki 700 atrofida yurar ekan. 48 litr bilan 700 yuraverasan dedi menga. 600, 500, 600 yurasan. 48 litr bilan danliga 700 gacha boradi deyishgan. Endi hozir 60 litr listdan qo'ydirganimga buni 700 dan 900 gacha yurasan deyapti. Xullas, mashina o'zini tutishi ham zo'r. Menga yoqdi, ertaroq qilmagan ekanman deb o'ylayapman.
shunaqa maslahat beraman. Bundan ba'ga albatta benzinda yurish, yaxshi sifatli benzin topish menimcha qiyinroq bo'ladi. O'tgan yilgi o'chiritlardan keyin men metandan ko'ra propanni ma'qul ko'rdim. Har doim bor, sifati ham yaxshiroq. Benzinlarga qaraganda haligi nima deydi? O'qmas xullas. O'qlab qo'yishlari kam. Xullas menga yoqdi. Maslahat beraman.